Yevropa atrofidagi Afrikaning ulug'vor janubi. Foydali qazilma va yovvoyi tabiat durdonalariga boy bu o'lkaning rang-barang tarixi bor. Bu yerdagi ba'zi mahalliy qabilalar ming yillar avval yashagan ajdodlarning hayot tarzini davom ettirmoqda. Afrika, bu g'aroyib qit'a insoniyatning beshigi hisoblanadi. Namibiya, birinchi qism, yovvoyi shimoli sharq. Yomg'ir, intiqib kutilgan ne'mat. Uzoq davom etgan jazirama issiq va qurg'oqchilikdan so'ng boshlangan yomg'irlar mavsumi davomida har kuni tinimsiz jala quyadi. Urg'ochi sher ovdan dam olishga qaror qildi. Ona sher bolalarning sho'xliklaridan charchagan. Ho'kiz kiyik bemalol sayr qilishi mumkin. Zambeziya Namibiyaning shimoli sharqidagi chekka o'lkalardan oqib o'tadi. Uning irmoq va jilg'alarida shumtaka kiyiklar salqinlab dam oladi. Yomg'ir yo'lida davom etadi. Stanley turdalari hasharot va chuvalchang izlab ko'lmaklar kezadi. Ular Janubiy Afrikada yer yuzining aholisi eng kam hududlardan birida yashaydi. Bir paytlar Germanlarga tegishli bo'lgan Janubiy G'arbiy Afrikani Britaniyaliklar bosib olgandan so'ng Janubiy Afrika ittifoqi tasarrufiga o'tgan. Namibiya 1990-yilda mustaqillikka erishdi. Dekabr va mart oylari oralig'ida kechadigan yomg'irlar mavsumida aksariyat jonivorlar mamlakatning shimoli sharqidagi yashil savannalarga, ya'ni Kaprivi stripga ko'chib o'tadi. Yovvoyi tabiatning bu so'lim go'shasi jonivorlar uchun farovon makondir. Sherlar to'dasi xotirjam bir-biriga g'amxo'rlik qiladi. Etosha milliy qo'riqxonasi Namibiyaning eng muhim tabiiy qo'riqxonasidir. Yomg'ir tufayli ko'plab kichkina ko'llar paydo bo'ldi. Bularning hammasi jonivorlar xizmatida. Nihoyat suvga erishdi ular. Xolli sirtlonning e'tiborini nimadir tortdi. Sheriklari uni diqqat bilan kuzatadi. Qandaydir hid uni ohangrabodek o'ziga tortadi. Boshqa sirtlonlar uning ortidan ergashadi. Sohil tinch. Boshqa bir ovchi, aftidan sher bo'lsa kerak, zebrani o'lja olib oxirgacha yemay tashlab ketgan. Bugun ular ov qilmasa ham bo'ladi. Bu yerda go'sht hammaga yetadi. Mitti sirtlon ham o'ljadan ulush olish ilinchida payt poylab katta tanadan bir bo'lak go'shtni uzadi. Zebradan deyarli hech narsa qolmadi. Sirtlonlar va chiyaburlar har doim sherlar qoldirgan o'laksa bilan qorin to'yg'azadi. Kalxat kabi yirtqich qushlar esa suyagini tozalab qo'yadi.
Qushlar to'dasi ziyofatdan so'ng quyoshda toblanadi. Buvata milliy qo'riqxonasida yomg'irdan keyin mo'jazgina botqoqliklar paydo bo'lgan. Bu yerda yopqichli chiyaburlar har xil o'lja topib yeydi. Ammo bu safar o'lja qush yoki sudraluvchi emas, yosh zebra. Chiyaburlarning gavdasi katta bo'lmasa ham, ular to'da bo'lib ov qilib, hatto yirik jonivorni ham ag'darishi mumkin. Yanvar va fevral oylarida Mudumu milliy qo'riqxonasi Zambezi atrofidagi yam-yashil o'tloqqa aylanadi. Yevropa qarqunoqlarining qarindoshi qizil qarqunoqlar bu yerda hasharotlarni ovlaydi. Jussasi 35 santimetrli bu qushning tomog'i yorqin qizil rangda. Ular ma'lum bir hududga bog'lanib qolmagan. Bu qushlar oziqa serob, tuprog'i esa in qurishga qulay joyda yashab qolaveradi. Zambezi sohillari bo'yidagi hududlar turfa xil hasharotlarga boy va bu qushlar uchun qulay makon hisoblanadi. Burgut suv uzra baland osmonda parvoz qilmoqda. U o'tkir ko'zlari yordamida o'lja izlamoqda. Nil echkemari tunni o'rmonda o'tkazdi. Hozir u och, qush yoki mayda sut emizuvchilar, balki sudraluvchilarni ham izlayotgandir. U uzun tili yordamida isni oladi. Daraxt uchida o'tirib olgan burgut echkemarni sezib qoldi. Beso'naqay echkemar endi omon qolmaydi. Yashil martishka daraxt ustidagi qarorgohidan pastda bo'layotgan fojiani kuzatyapti. Uning to'dasini kuzatayotgan burgut e'tiborini echkemar chalg'itdi. Aks holda maymunlarning holiga voy edi. Kaftdek ochiq savanada ularning hayoti doim xavf ostida. Ammo bu yerda o't-o'lan, meva va suv topish mumkin. Zebraning mazzali go'shti bilan tushlik qilib olgan sirtlonga tashnalik azob beradi. U mazza qilib suvda cho'milishi mumkin, ammo avval atrofini diqqat bilan o'rganishi kerak. Sayoz suvlarga yaqin joyda begimotlar to'dasi mudrab yotibdi. Bu jonivorlar juda yaxshi suzadi. Kunning asosiy qismini daryoda o'tkazadi. Qolaversa ular suvda og'ir tanasini bemalol boshqaradi. Begimotlar suv tubida yuradi. Suv ularning bahaybat gavdasini ko'tarib turadi. Ammo begimotlarning o'tloqlari quruqlikda. Ular har kuni sohilda 5-6 soat to'yib o'tlaydi. Ammo sherlarning qornini o't bilan to'yg'izib bo'lmaydi. To'da semizgina o'ljani qurshovga oladi. Begimotlarning og'irligi taxminan 1 tonnadan 4 tonnagacha keladi.
anchagina og'ir. Shuning uchun boshqa to'dalar begemotlardan masofa saqlaydi. Yovvoyi Afrikaning ikki alp qomati yuzma-yuz turibdi. Biroq qandaydir ko'rinmas bir ishora tufayli begemot va sher har tomonga tarqaldi. Tajribasiz yosh sherlar bahaybat jonivorga bas kela olmaydi. Buning o'rniga yosh sherlar o'yinni davom ettiradi. Hozircha ular uchun o'yin o'ljadan muhimroq. O'rmon faqat jonivorlarning ov maydoni emas. Saamlar, Namibiya aborigellari. Ularning ba'zilari hamon ajdodlari kabi ov va terimchilik bilan shug'ullanadi. Ular qora kiyikni ta'qib qilmoqda. Erkagi hali odamlarni sezganicha yo'q. Ammo tug'ma ko'nikmasi shu atrofda xavf turganidan ogohlantiradi. U butazorga yashirinadi. Ammo zaharlangan o'qlar shu yerda ham o'z ishini bajaradi. Jonivor chaqqonroq chiqdi. Yugurib ketgan kiyik daraxtdagi sadaf rang chumchuq boyqushni uyg'otib yubordi. Ovchilar dog'da qolishdi. Tabiat hisobiga yashaydiganlar har narsadan unumli foydalanadi. Masalan, aborigenlar ilon terisidan bezak yasashda foydalanishadi. Hozirgina teri tashlagan ilon xavfli emas. Aksincha, uning o'zi xavfdan yiroq bo'lishi kerak. Odamlarga hamma narsa kerak bo'ladi. Bugungi ov baroridan kelmagan uchun bushmenlar o't-o'lan va mevalar qidira boshlaydi. Ammo bu ayollarning ishi. O'simliklarni bilish hayot uchun zarur. Ba'zi tuganaklarda chanqoqni bosadigan suyuqlik bo'ladi. Bushman tuganakning ichidagi turubni yanchib, bo'tqasimon ko'rinishga keltiradi. Uning tarkibida dezinfeksiyalovchi modda bor. U masalan terini hasharotlardan himoya qiladi. Namibiya gerbida 150 yil davom etgan Yevropa hukmronligidan keyin mustaqillikka erishgan tub aholining ramziy belgisi qizil rang bilan belgilab qo'yilgan. Nemis geografi Franz Zayner birinchi bo'lib germanlarga tegishli Janubiy G'arbiy Afrikasi xalqlari bilan qiziqib qolgan birinchi qat'iyatli tadqiqotchilardan edi. U mustamlakachilar mahalliy xalqni insonga munosib bo'lmagan sharoitlarda mehnat qilishga majbur qilganini tanqid ostiga olgan. 1904-yilda Kerera xalqi qo'zg'olon ko'tardi. Buning oqibatida 10 minglab afrikaliklar
Bu qushlarning aksariyati Janubiy Afrika tulkisi uchun kattalik qiladi. U sichqon, kaltakesak yoki o'laksani ma'qul ko'radi. Ammo baribir savannadagi qushlar galasi uning e'tiborini tortadi. To'satdan u yerning titraganini sezib qoldi. Fillar to'dasi yo'lga tushgan. Tulki ulardan nari yurgani yaxshi. Balchiqli muolaja suvda cho'milishdan farq qilmaydi. Balchiq jonivorlarni hasharotlar va zararkunandalardan himoya qiladi. Xuddi bolalarga o'xshab yosh fillar ham o'ziga oro berishni o'rganadi. Termit uyasi betondek mustahkam. Aks holda filning muolajasi fojia bilan tugardi. Karkidon qushlar boshqa termit uyasini topdi. Ular egri tumshug'i yordamida termit uyasi yo'laklarida yashaydigan o'ljalarni izlamoqda. Bu yerdan boshpana topgan echkemar va ilonlar xavotirda. Yorqin tumshuqli shaftolixo'r daraxt shoxlaridan va o't-o'lanlar orasidan hasharotlarni izlaydi. Karkidon qushlarning turi behisob. Afrika kulrang shaftolixo'ri daraxt uchida jon saqlaydi. Baobab Afrikadagi eng chiroyli daraxtlardan biri. Afsona va asotirlarda bu daraxtda ruhlar va ma'budlar yashaydi deyiladi. U ko'plab jonivorlarga boshpana bergan o'ziga xos olam hisoblanadi. Baobab savanna ahlini meva, po'stloq va barg kabi tabiiy ashyo va tashnalikni qondiradigan sharbat bilan ta'minlaydi. Shoxlar va yoriqlar orasida olmaxonlar yashaydi. Daraxt mevasi biroz nordonroq bo'lsa ham yeyishga yaroqli. Uning tarkibida katta miqdorda C vitamini bor. Suv tanqis bo'lgan joylarda tabiat har bir yoriqdan hayot bunyod etish uchun foydalanadi. Yelpig'ich simon palma bir yilda tugadigan 200 mingta yong'og'ida suv to'playdi. Papirusdan qadim Misrda qog'oz tayyorlashgan. Hozirgi kunda ham undan to'qimachilik ashyosi sifatida foydalaniladi. Namibiya gerbida boy nabotot olami yashil rang bilan belgilangan. To'q sariq qora manglay to'quvchi qush g'aroyib uyasini daryo yaqiniga quradi. Chunki u yerdan egiluvchan o'tlar topish mumkin. U o'zining me'morchilik durdonasini 5 kun ichida qurib bitkazadi. Bu hali boshlanishi. U
u dushmanlari sezdirmay hujum qilmasligi uchun ortiqcha barglarni tozalab tashlaydi. Och binafsharang to'shli ko'k qarg'a bu qushlarga xavf solmaydi. U o'rgimchak va chayonlar bilan oziqlanadi. Kulrang kalxat esa aksincha faqat qushlarni emas, balki mayda sut emizuvchilarni ham ovlaydi. Katta parmashoq kiyik savannaning qadimiy jonivori. U kaftdek ochiq joyda ham, yashirinish oson bo'lgan qalin o'rmonda ham uchraydi. Xavf tug'ilganda u mana shu yerga yashirinadi. Parmashoq kiyiklar boshqa jonivorlar tegmaydigan zaharli barglarni ham yeydi. So'galli to'ng'iz yemish tanlamaydi. Yevropa to'ng'izlari kabi hamma narsani yeydi. Boshqa to'ng'izlar kabi u ham balchiqqa belanishni yoqtiradi. Bu o'ziga xos dabdaba, chunki bu yerda suv kam bo'ladi. Mahalliy aholi so'galli to'ng'izni Afrika radiosi deb atashadi, chunki uning dumi xuddi antenna kabi doim dikkayib turadi. Parmashoq kiyiklar bu to'ng'izlardan nariroq yurishni ma'qul ko'radi va suvloqni tark etadi. Bir necha qizil bo'yin lochillar o'z kuzatuv minorasidan turib o'ljasini kuzatmoqda. Yo'l-yo'l stink kalta kesagi ehtiyot bo'lishi kerak. Bu yerda eng ishonchli usul taslim bo'lib yashirinish. Suvloqning narigi qirg'og'ida qora xolli kiyiklar podasi paydo bo'ldi. Ular xuddi parmashoq kiyiklar kabi katta masofaga sakrab, juda tez yuguradi. Yosh jonivorlar xotirjam va kuch-quvvatga to'la. Erkaklari o'yin paytida raqiblar bilan jang qilish san'atini o'rganadi. Urg'ochlar esa onasidan g'amxo'rlik qilishni meros oladi. Sirtlonsimon it suvloqda tashnaligini qondirish uchun to'dasini tark etdi. To'daning boshqa a'zolari juda yalqov. Kunduzgi jaziramada biron joyga borishga erinadi. To'satdan bir necha parmashoq kiyik paydo bo'ladi. Ular podasidan ortda qolgan. Sirtlonsimon itlar to'dasi darrov jonlandi. Quvlashmachoq o'yini boshlandi. Jonivorlar podadan himoya istaydi. Sirtlonsimon itlar esa o'z maqsadiga erishdi. Ularning hududi yana tinchidi. Biroq parmashoq kiyiklar Afrika qizqushi hududiga bostirib kirdi. Qushlar jur'at topib, parmashoqlarni haydaydi. Ular jon jahdi bilan jufttuyoqlilarning yo'lini to'smoqchi bo'ladi. Erkak kiyiklar podadagi iyerarxiyada o'z o'rnini egallash uchun jang qiladi.
Ammo sher paydo bo'lishi bilan barcha jonzotlar har tomonga tumtaraqay bo'ladi. Katta mushuklar o'lja ilinjida suvloq atrofida izg'iydi. Jirafalar juda daroz bo'lgani uchun xavfni uzoqdan ko'ra oladi. Ammo to'da kutishni biladi. Haqiqiy ov quyosh botganidan so'ng boshlanadi. Faqat bir sher nimanidir sezib qoldi. U podadan ortda qolgan himoyasiz yolg'iz zebraning isini oldi. Jirafalar bu ishga aralashmaydi. Mudrab yotgan sherlar galasi ta'qibni boshlay olmaydi. Ov qilishga kun issiq. Omadi kelmagan ovchi suvloq atrofida tinchroq joy izlaydi. U xoli qolishni istadi chog'i. G'azab otiga mingan arslondan nari yurgan ma'qul. Jirafalar bezovta. Yirtqich ketishi bilan ular yoga bilan shug'ullangandek tashnaligini qondiradi. To'da boshi ko'ngilxushlik qilgunicha boshqa sher o'ljaga ega chiqdi. Yosh sherlar kiyik go'shtini xomtalash qilmoqda. Biroz narida arslon parmashoq kiyikning to'shi va kalla suyagini topib oldi. Kamtarona o'lja. Uning ishtahasi yo'qoldi. Boshqa sherga kattaroq et nasib qilibdi. Uning o'ljasi arslonga ham yetadi. Qorni to'ygan yirtqichlar mazza qilib hordiq chiqaradi. Bugun tunda sherlar ov qilmaydi. Shoh to'qimachilar tongda eng birinchi uyg'onadigan jonzotlardan biri. Ular eski suvloqdan suv ichadi. Birinchi jahon urushida Janubiy Afrikaliklar bilan jang qilgan nemis otliq askarlari otlarini Garub deb nomlangan suv havzasida sug'orishgan. Askarlar bu yerlarni tark etayotganda otlarni tashlab ketishgan. Endi bu jonivorlar yovvoyi otlarga aylanib Namibiyaning janubida umr guzaronlik qilmoqda. Havo harorati 45 darajaga ko'tarilsa ham pisand qilmaydi. Har qalay endi ular ozod. Fillar ham Namibiyadagi qurg'oqchilikka moslashib olgan. Ular suv izlab 70 kilometr masofani bosib o'tishi mumkin. Fillar 4 kun suvsiz yashay oladi. Keyin esa har kuni 150 litrgacha suv ichishi mumkin. Qurg'oqchilik mavsumida fillar Mudumu milliy qo'riqxonasi tomon yo'l oladi. Mamlakatning shimoli g'arbiy qismiga, suv bor joyga intiladi. Ular hatto Zambiya chegarasigacha yetib boradi. Stenli turnasi suvdagi eti qalin alqomatlarning cho'milishini tomosha qiladi. G'arb tomonda esa Etosha milliy qo'riqxonasida zebralarning ulkan to'dasi o'tlaydi.
Bu Afrika zebralari. Qadimda odamlar bu jonivorlarni go'shti va terisi uchun ovlashgani va asta-sekin ularning hududini bosib olishgani uchun Afrika zebralari endilikda mo'jazgina tabiiy rezervatlarda yashamoqda. Tanasidagi yo'l chiziqlar zarar kunandalarni haydasa, ikkinchi tomondan shtrix kod vazifasini o'taydi. Zebra bolalari shunga qarab o'z onasini topadi. Bundan tashqari yo'l chiziqlar ba'zi jonivorlarga butun podaga singib ketishga yordam beradi. Podadan qolib ketgan jonivor o'sha zahoti mushsimonlarning qurboniga aylanadi. Bu jonivor qochib qolishga muvaffaq bo'lgan. Ammo tashnalik noxushlikka sabab bo'lishi mumkin. Nil timsohi asosan baliq bilan oziqlanadi. Ammo yo'lida zebra uchrab qolsa, undan ham bosh tortmaydi. Bu 4 metrli jonivorlar suvda ham, quruqlikda ham yashin tezligida harakat qiladi. Ammo kunning asosiy qismida o'z o'ljalarini dog'da qoldirib, qimir etmay yotadi. Ular suvda g'o'lalarga o'xshaydi. O'tkir tishli uzun jag'i deyarli ko'rinmaydi. Bu timsoh Gnu kiyigini o'ldirdi. U o'tkir tishlari bilan bir bo'lak go'shtni uzib oladi. Zambezining irmog'i Kvando Namibiyaning shimoliy sharqidan oqib o'tadi. Sohilda shumtaka kiyiklar jamoasi to'plangan. Bu jonivor 3 metr uzoqqa sakragani uchun shunday nom olgan. Ular tuganak va o'tlar bilan oziqlanadi. Bu shumtaka kiyik o'rmon kezib yurgan. 19-asrda ularni shafqatsiz ravishda qirishgan. Biroq himoya dasturi tufayli bugun Afrikada bu nozik jonzotlarning soni 500 milliondan oshdi. Yosh kiyik yarim yil onasi bilan yashaydi. Keyin esa asta-sekin bu yovvoyi olamda mustaqil ravishda hayot uchun kurashishni o'rganadi. Tug'ma ko'nikma jonivorlarga xavf yaqinlashayotgani haqida ogohlantiradi. Qoplon kabi dushmanga jiddiy qarash kerak. Parmashoh kiyiklar ularga mos o'lja bo'lishi mumkin. Afrika buyvonlari ham tumtaraqay bo'ldi. Qoplon odamlarga o'xshab daraxt tepasiga chiqib olib, o'ljasini poylagancha pusib yotadi. Biroq bu jonivorni biroz uyqu elitdi. Saamlarni ko'pincha bushmenlar deb atashadi. Ular Namibiyaning tub aholisi. Bushmenlarning ba'zilari hamon terimchilik va ovchilik qilib kun kechiradi. Mana bu erkaklar qurol yasashyapti. Ular o'simlik poyasini pishitib, kamonga tortiladigan ip yigirmoqda. Bu xalq qora tanli bo'lsa ham, genetik jihatdan ular afrikalik qo'shnilardan farq qiladi. Vaqt o'tishi bilan bushmenlar mahalliy iqlimga moslashib ketdi. Ularning qoniga boshqa xalqlarning qoni deyarli aralashmagan.
Bu xalqning o'ziga xos genetik jihatlari noyob. Erkaklari zebra va kiy kabi chaqqon jonivorlarni ovlaydi. Ular jonivor holdan toygunicha tinim bilmay ortidan quvib boradilar. Saamlar tabiat bilan uyg'unlikda yashaydi va undan keragidan ortiq narsa olmaydi. Beozor bu xalq mustamlakachilarning qurboniga aylandi. Keyinchalik Afrikaning boshqa xalqlari ham ularning qismatiga sherik bo'ldi. Omon qolganlar hamon ko'chmanchilik hayot tarzini davom ettirmoqda. Ularning yashash muhiti kun sayin qisqarib bormoqda. Mana bu bushmen hamon ajdodlardan meros qolgan hayot tarzi bilan kun kechiradi. Boshqa bushmenlar esa fermalarga ishga kirib shahar chetidagi xarobalarda yashaydi. Bugungi kunda ularning eng keng tarqalgan muammolari ichkilikbozlik. Yerdagi oq chiziqlar xalqlar birdamligini bildiradi. Birlik, ozodlik va adolat. Hamjamiyat himoya qiladi, ammo bu doim ham oson kechmaydi. Bunday qoida fillar to'dasida ham mavjud, ammo ularning orasida ba'zan nizolar ham kelib chiqadi. Bu juftlik kurashayotgani yo'q. Ular kuch sinashyapti. Hech biri mag'lub bo'lgisi yo'q. Ularning bu olishuvi xushbichim mangustni bezovta qildi. Bir fil ikkinchisini taslim qilmagunicha peshonasi bilan itarib boradi. Bahs tugadi. Aksariyat jonivorlar Kvando daryosining burilish joyiga suv ichgani keladi. Mangust bu yerda hasharotlar, kaltakesak va qushlarni ovlaydi. U hatto zaharli ilonlarga ham hujum qiladi. Biroq mangust jangovar burgutdan ehtiyot bo'lishi kerak. Afrikaning eng katta yirtqich qushi hatto echkilarga ham hujum qilishi mumkin. Ammo burgutlarning soni qisqarib bormoqda. Bir necha mangust Stanley turnasi xotirjam sayr qilib yurgan o'tloqda izg'imoqda. Bu mitti yirtqichlar uning panjasini uzib olishi ham mumkin. Shovqin-suron sudraluvchi va mayda sut emizuvchilarni cho'chitib yubordi. Qushlar va mangustlar oziqa uchun kurashda o'zaro raqibga aylanadi. Turna gavdasini kattaroq ko'rsatishga harakat qiladi. Ammo bu mangustlarni cho'chita olmadi. Biroq tez orada turnaning himoyachisi paydo bo'lib, mangustni haydab yubordi. Parrakli buqalamun daraxt shoxlarida parvona kabi hasharotlarni ovlaydi. Kapalakning qanotlarida ko'zga o'xshash naqshlari bor. Bu dushmanlarni cho'chitadi. Parrakli buqalamunlar kamdan kam paytlarda yerda ov qiladi. Mana u parvonani ko'rib qoldi. Bu kapalakning ham qanotlarida ko'zi bor ekan. Buqalamun ko'rinishi unchalik qo'rqinchli bo'lmagan qanotli hasharotni ko'rib qolib, sekin-asta daraxtga chiqa boshladi. Daraxtda fojia yuz berayotgan bir paytda Afrika buyvonlari podasi daryoga yetib keldi. Poda shoshilmay sohildagi o'tloqni keza boshladi. Hatto sherlar ham vazni 1 tonna keladigan bu alqomatlarni hurmat qiladi. Yevropadan kelgan qoramollar o'lati Afrika buyvonlarini qirib yuborishiga sal qoldi. Ammo ular milliy qo'riqxonalardan boshpana topdi. Buyvonlar
Tajovuzkor jonzotlar sirasiga kirmaydi. Ular faqat xavf sezsagina o'zini himoya qilish uchun tajovuz ko'rsatadi. Bu kamdan kam hollarda yuz beradi. Mana bu uch og'ayni chiyaburlar uchun savanna hozircha o'yin maydoni xolos. Ular o'yinga berilib yonida qurt qumursqa va hasharotlar izlab yurgan tovuq qirg'ovulni sezmadi. Hatto boshqa jonivorlarning chorlovi ham ularni o'yindan chalg'ita olmadi. Tovuq qirg'ovulni chiyaburning o'zi ovlashiga to'g'ri keladi. Biz qoramanglay to'quvchi qush uya qurishni boshlaganini ko'rgandik. Hozir u qurilishni yakunlayapti. Uyasining devorlari o'rnatildi. Aniqrog'i osilib turibdi. Endi faqat ichki bezak qoldi xolos. Polaponlarni himoya qilish uchun uyaga kirish yo'li pastdan ochilgan. Boshqa to'quvchi qushlar ham o'z uyasini qurmoqda. Moda eng mohir me'morni tanlaydi. Mana u topshirilgan obyektni sinchiklab ko'zdan kechiryapti. Qay birining uyasi unga yoqsa, o'sha g'olib bo'ladi. Afrikaning baqroq suv burguti baliqni o'lja olib, qirg'oqda uni nimtalamoqda. Anjir to'tisi uni kuzatyapti. Baqroq suv burgut qizil g'oz va laylaklarni ham ovlaydi. Ba'zan kichikroq timsohlar ham uning changaliga tushadi. Suv burgut daraxt tepasidan turib, o'tkir ko'zlari yordamida navbatdagi o'ljasini izlayapti. Bu ovchi yuqoriga olib chiqib bo'lmaydigan o'ljani pastdayoq yeb qo'yadi. Qudratli Afrika baqroq suv burguti timsoli Namibiya gerbidan o'rin olgan. Savannaning chekkasidagi yonilg'i quyish shoxobchasi. Bu yerda surikat hasharotlar izlab son sanoqsiz chuqur qazib tashlagan. Shu atrofdan shumtaka kiyiklar podasi o'tib ketyapti. Qoplon ularning ortidan qulay payt poylagancha masofa saqlab kelyapti. Aftidan surikat o'lja izlash bilan ovora bo'lib qoldi. Ammo xavfni sezgan zahoti g'oyib bo'ldi. Endi qoplon podadagi jonivorlardan birontasini ovlashga majbur. Qoplon kiyikning bo'g'ziga tashlanib o'ldirdi. Endi uni tilka pora qilib qorin to'yg'izadi. Podadagi boshqa jonivorlar bu manzaraning bevosita guvohi bo'ldi. Ammo ular qochmaydi. Tug'ma ko'nikma kiyiklarga endi qoplon o'ljasi bilan ovora bo'lib, ularga hujum qilmasligi haqida ogohlantiryapti. Ammo bu voqea ularni yanada jipslashishga majbur qildi. Chunki katta mushuklar podadan ajralib qolgan jonivorlarga hujum qilishini kiyiklar juda yaxshi biladi. Qoplon o'ljasini daraxtga olib chiqib, bir o'zi xotirjam paqqos tushiradi. Qaldirg'och qanot qarqunoqlar yorqin patlari tufayli dunyodagi eng chiroyli qushlardan biri hisoblanadi.
Ular gala bo'lib yashaydi va bir-biriga g'amxo'rlik qiladi. Qarqonoq bu o'ljani juftiga sovg'a tariqasida keltirdi. Qarqonoqlar hatto nishli hasharotlarni ham yeydi. Ular daryo bo'yidagi qumli tepaliklarga uya soladi. Bu yerda hasharotlar serob. Zambezida baliqlar ko'p. Sayyohlar bu yerga baliq ovi sportiga kelishadi. An'anaviy baliq ovi ancha sokin kechadi. Bolg'abosh qush o'z usuli yordamida ko'lmakdan o'lji topadi. U suv ostidagi ozuqani panjalari bilan paypaslab ko'radi. Fifi baliqni o'tkir tumshug'i yordamida tutadi. O'laksa bilan qorin to'yg'izadigan marabu ham baliq ovlashdan bosh tortmaydi. Namibiyaning yovvoyi kengliklarida so'lim manzaralar hukmron. Mamlakatning 5dan 1 qismi qo'riqxonalardan iborat. Maydoni 130 ming kvadrat kilometrdan iborat bu kengliklar Avstriya hududidan 1,5 barobar katta. Ming yillar davomida o'rin almashib turgan qurg'oqchilik va yomg'irlar mavsumi noyob ekotizimni vujudga keltirgan. Ziddiyatlarga boy va g'aroyib bu zamin jonivorlarning behisob turlariga boshpana bergan. Namibiya jahannam o'chog'i misol jazirama o'lkadagi bir bo'ston. Bu zaminda osmondan tushgan har bir tomchi suvning qadri bor. Film Dunyo bo'ylab telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.